ham high-tech yoqmaydi-yu, lekin bu uyni ko'rganingizdan keyin bilaman, aniq high-tech yoqtirib qo'yasiz. Mana buni qaranglar. Yo, mashalloh. Shunaqa ham chiroyli uy bo'ladimi? 8,5 sotuga mana shunaqa chiroyli uy solib qo'yishgan. Gap yo'q, mana qaranglar. Men shaxsan hovliga kirib kelishim bilan bittada mana shu fasad o'ziga tortadigan bo'lgan. Mehmoningiz kelsa ham bor, mana fasadga qarab anqayib qoladi. Tashqari tarafda 4 ta mashina sig'adi. Uni ustiga yetmagandek mana podvalga joy qilib qo'yilgan. Nimaga asosiy maqsad podvalga joy qilishi? Qishin, yozin, masalan, mashinalar issiq turadi. Gap yo'q, shaxsan menga juda yoqdi. Bu yoq taraf keladigan bo'lsa, yozgi oshxona, yana bitta eng zo'r taraflari har bitta daraxt tagiga qaranglar, mehr berib podsetnik qilingan. Bu podsetniklar uyimizni yanada chiroyli qilib ochyapti. Gap bo'lishi mumkin. Men terrasadan hozir vidlarni ko'rasizlar. Bitta niyat qilinglar, inshaalloh hammamizga mana shu ulug'aygan kunlar, mana shunaqa fayzli xonadonlarda ota-onamiz bilan birga yashashlik nasiba ro'za aylasin. Niyat qilganlar like qizartirib qo'yasizlar. Qani bu yoq tarafdan boshlab ko'rsam, juda ham eksklyuzivniy uy. Hali bunaqasini ko'rmagansizlar. Xo'p, bu yoq tarafga keladigan bo'lsak, bizani terrasamiz bo'lyapti, ya'ni oshxonadan keyingi terrasamiz bu yerda elektronli kamilla qilingan. Bu yoq tarafda xolisili, tapchon xolisili veranda uchun joylar tashab ketilgan. Uyimizda 100% hamma joyi polnisi panorama oyna qo'yilgan. Eng qizig'ini aytaymi, uyimizdan darvoza tarafida Face ID'li parol turibdi. Bu yoqda ham Face ID'li, ham mana отпечатка пальца. Ana endi bu uyimizdan ichini ko'ramiz. Qani ketdik. Mana uyimizning eshigini qaranglar. Qanaqa необычный ochilyapti va mana bu eshigida ko'rsanglar, polностью отпечатка Face ID'larga turibdi. Juda ham chiroyli va kirib kelishimizdan bizlarni mana shunaqa keng hol kutib oladi. Ayniqsa bu yoqqa kirgan odamni birinchi o'rinda mana shu lyustra diqqat e'tiborini tortadi. O'zingizlar bitta aytinglar, ayniqsa mana o'rtadagi katta ochuv joy uyimizga yanada kenglik bag'ishlab turibdi. Shundoqqina panorama oynalar bor bitta joyki hamma joyi yoritib beryapti. Kirishimiz bilan birinchi o'rinda sizlarni zal bilan tanishtirib o'taman. Zalimizni ko'rasizlar, juda ham uyutli bu yerda. Mana shunaqa kamillari ham bor, elektronli. Kattagina panorama oyna, bu yerdan даже ham ochiladi. Mana bu kitoblar uchun, aksessuarlar uchun joylar tashab ketilgan. Uyimizda 100% hamma joy topli pol va bu yoqqa keladigan bo'lsak, oshxonamiz va oshxonamizda ham qaranglar. Ovqat uyda qilsanglar, hid chiqmasligi uchun mana shunaqa razdvижной oynalar ham qo'yilgan. Oshxonamiz ham juda keng. Oshxonamizdan aytib o'tgandek, mana shunaqa terrasaga ham chiqib ketsa bo'ladi. Terrasada ham ko'rasiz, juda ham sharoitli qilib qo'yilgan. Oila davrasida o'tirish uchun barcha qulayliklar mujassam qilib qo'yilgan. Xo'p, ana endi sizlar bilan birinma-ketin birinchi etajimizdagi xonalar bilan tanishtirib o'taman. Kelinglar. Bu birinchi xonamizda bo'lyapti, marhamat. Endi buni olgan odam o'zini xohish istegiga ko'ra mini zal yoki kabinet qilib qo'ysa ham bo'ladi. Hozir oxirigacha ko'ringlar. Ikkinchi etajda kabinetni dahshatini ko'rsataman sizlarga. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, bizda birinchi etajimiz uchun ajratilgan umumiy sanuzel bo'lyapti. Sanuzelimizga ham o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Juda ham akkuratni qilingan. Birinchi etajimizda naqd ko'rib turganingizdek 3 ta yotoqxona bo'lyapti. Birinchi yotoqxonamiz juda ham uyutli. Orqa tarafda sirkulyatsiya uchun joy tashab ketilgan. Bu yoq tarafga keladigan bo'lsak, garderobli. Marhamat, shunday men operator mana shu joyni olib bering. Qaranglar, garderobdan yurib kelasizlar-da. Sanuzelni kirish qaranglar, sanuzelga. Gap bo'lishi mumkin emas. Borib, niyat qilganlar bitta like qizartirib qo'yamiz va keyingi xonaga o'tamiz. Dekoratsiyani lekin uy egalari qurishi prosta yorib tashashgan. Birinchi etajimizda ko'rib turganingizdek, naqd 4 ta bo'lyapti xonalar soni. Kelinglar, bu birinchi etajimizning oxirgi xonasi. Shu bilan ikkinchi etajimizga ko'tarilamiz. Ranglariga alohida bitta e'tibor bersanglar bo'ladi. Tanlangan ranglar ko'zni umuman ortmaydi. Masalan, ishdan charchab kelsanglar, bu yerga qaratgan mana juda ham mehki ranglar tanlangan. Juda ham chiroyli. Shaxsan menga tanlangan rangi juda ham yoqdi. Ana endi kelinglar, ikkinchi etajdan bu uyimizning go'zalligini ko'rib chiqamiz. Bu esa bizning ikkinchi etajimizga chiqarish. Qaranglar, ikkinchi etajga chiqqan odam birinchi o'rinda mana shu lyustra diqqat e'tiborini tortadi. Nimaga desanglar, qaranglar, juda ham необычный lyustra bo'lgan. Shaxsan menga juda ham yoqdi. Uyimizning interyeriga yanada jozibadorlik bag'ishlab turibdi. Ikkinchi etajdan mana shunaqa katta hol kutib oladi. Mana bu interyerda qilingan mehnatni prosta like bilan qo'llab-quvvatlamasanglar bo'lmaydi. Mana lyustraga alohida bitta 5 bahoni qo'yasizlar. Kelinglar, birinchi mashxonadan boshlaymiz va mana xonalarning eshigini ko'rasizlar, juda ham bekitilib qilingan.
Hozir sizlarga yana bitta xonani zo'r plyus tarafini ko'rsataman. Birinchi xonamizni ko'ryapsizlar. High-tech bilasizlar, bu yerda high-tech bilan minimalizm uyg'unlashtirib juda ham chiroyli interyer qilingan. Bu xonamizdan to'g'ridan-to'g'ri balkonga chiqiladi. Balkondan videoni o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Qaranglar, katta keng hovli bo'lsa, mana shunaqa bo'lsin-da. Mashdan shunda podzemniy garajlarga shunday tushib ketsa bo'ladi. Shaxsan menga juda ham yoqdi. Kelinglar endi narigi xonalarni ham birma-ketin sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Aytib o'tganimdek, uyimiz 3 etaj bo'lishiga qaramay, hamma joyi to'pli pol qilingan. Xo'p, ikkinchi etajimizni kelinglar, birma-ketin ko'rib chiqamiz. Ikkinchi etajimiz naq 5 ta yotoqxona bor. Birinchi yotoqxonamiz xuddi boya birinchi etajdagi ko'rganingizdek, orqa tarafida mana shunaqa garderobni shkaflar taxlasanglar bo'ladi, ya'ni kiyim-kechaklar uchun va o'zining ichida mana shunaqa sanuzelga ega. Juda ham ixcham. Remontini o'zingizlar bitta baho berib ketinglar. Qanaqa chiroyli chiqqan. Shaxsan menga remonti juda ham yoqdi. Bu yoqqa boya videoni boshida aytganimdek kabinet bor dedim. Mana qaranglar, mana shu kabinetda mana operator krupniy planda oldi mana. Sensorning ruchkalar qo'yilgan. Значит, bu отпечаткаlarni oladi. Sizlardan boshqa odam, begona odam bu yoqqa kira olmaydi. Mana ofis qaranglar. Gap bo'lishi mumkin emas. Uy ichida sizlarning shaxsiy ofisinglar bo'ladi. Даже mana Mamatgacha rozetkalarni ko'rasizlar, osmasizlar, ko'rsatib beraman. Mana rozetkalar hammasi chiqadi. Mana shu akkuratniy turadi. Juda ham menga yoqdi. Shaxsan menga juda ham tanlangan rangli mana bitta kabinetda hech kim sizlarga xalaq qilib, maza qilib ishlarni qilasizlar. Eshikdagi zamokka gap bo'lishi mumkin emas. Sizlardan boshqa begona odam sizlarning kabinetingizga kirmaydi. Bu esa bizning ikkinchi etajimiz uchun ajratilgan sanuzel, juda ham uyutli sanuzel bo'lgan. Vanna qo'yilgan, o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Santexnik akalarimiz addushi mehnat qilishgan bu uyda. Va bizning yana bitta xonamiz, yana bitta joyga e'tibor bersanglar bo'ladi. Bu yerda kichkina xonani o'zi yo'q, hammasi katta-katta standartli xona va har bitta xonaga sezgan bo'lsanglar, har bir xonani o'zini ichidan regirovka, ya'ni to'pli polni past baland qilib boshqarsanglar bo'ladi. Ikkinchi etajimizning oxirgi yotoqxonasi. Bu yotoqxonamizdan ham videoni o'zingizlar bitta baho berasizlar. Kattagina panorama oyna, bilasizlar, menga shaxsan panorama oyna yoqadi. Panorama oynani plyuslari havo yaxshi aylanadi, yorug'lik kengini hamma joy yoritib beradi. Va bu xonamizning o'zini ichida ham garderobnisi, uzun ketgan garderobni va mana shunaqa ixchamgina sanuzel bor. Sanuzelga alohida bitta baho berasizlar. Sizlarga yoqayotgan bo'lsa bitta like bosinglar. Ana endi podvalga yo'lamiz, qani ketdik. Podvalga tushishimiz bilan bizani mana shunaqa keng katta kinozal kutib oladi. Xo'p, kinozaldan keyin bu tarafda podzemniy garajimiz. Bu podzemniy garajimizda полностью to'pli pol. Bu degani qishda mashinalar issiqqina turadi. Ana endi tayyor bo'lsangiz, sizlarni uyimizning spa zonasiga olib o'taman. Mana spa zonani qaranglar. Bunaqa spa zonani har doim ham ko'ravermaysizlar. O'shaning uchun niyat qilib bitta like qizartib qo'yamiz. Inshaalloh eng kamida hammamizga mana shunaqa fayzli xonadonlar nasib qilsa. Kimga mana shu ravo ko'rsangiz, o'sha jigaringizga jo'natib qo'ying.